aqlim olsalar, tinchlikmi? Armonlar dilimga g'ulu solsalar. Vachach. Yaxshi, rahmat. Yaxshi bo'lsin. Zo'rmi? Kayfiyatim zo'r. Zo'r bo'lsin. A'lo. To'xta. Kayfiyating yaxshi emas. Nima bo'ldi? Topding. Lekin eng yomon tomonini gapiraman. Diqqat bilan eshit, do'stim. U bilan yashadim. Turmush qurdik. Bitta farzandli bo'ldik. Farzandli bo'lgandan keyin 4 oy o'tdi-ku, keyin hammasi barbod bo'ldi. Ajrashib ketdingmi? Ishlab achava, do'stim. Voy durak. Bor budimdan ayrildim. Bor budim? Yashab yurgan vaqtimda mani boyliklarimni hammasini o'zlashtirib olgan ekan. Voy! Shunaqa yomon xitri ekan. G'aroyib ayolga uchradim. Endi boshimni qayoqqa urishni bilmasdan yuribman. Boshingni urish shart emas, do'stim. Shundoq voz kechur. Xohlasang yasha. Xotining-u? Yasha. Gapir. Bor budimni tortib oldi u. Unda yashama. Shu ko'ylagimdan, shimimdan tashqari hech nimam qolmadi. Nima dey? Yasha? Xo'p. Sen nima desang shu. Yashama. Lekin juda ham alam qilar ekan. Sen bilan bitta yostiqqa bosh qo'ygan ayoling sen bilan yashab turgan vaqtida ham farzandli bo'lib, ham bor budingni olib qo'ygani alam qilar ekan. 10 tadan bitta chiqadi unaqa ayol. Axir bu o'ta ketgan rasvogarchilik, o'ta ketgan firibgarlik. Emasmi, do'stim? Bilarkansan u. Axir men unga nima yomonlik qildim? Bitta aybim bor. Uni sevganim sevmaydi. Agar sevish gunoh bo'ladigan bo'lsa, sevmaganim bo'lsin. To'ppa to'g'ri.